Nimaga kiyinib olding? Ketyapman chunki. Sevara, sen bizni noto'g'ri tushunmagin. Xo'pmi? Qanaqasiga to'g'ri tushunishim kerak? Qornini qappaytirib peshonamizga kelib o'tiribdi. 3 kunlik kelinman. Bu uyda hurmatim yo'q. Sizni yoningizda ham hurmatim yo'q. Unaqa emas, Sevara. Unda qanaqa? Uyalmadingizmi? Keyin bemalol bitasiga uylanib, jimgina yashamoqchimidingiz? Ayting, nimalar bo'lgan o'zi? O'tgan ishlarni kavlashtirib nima qilding? O'tgan ishlar? Qanaqa o'tgan ishlar? Ana qornida bolasi bilan kirib keldi-ku. To'g'risi, men bilmagandim. Osongina bilmadim deb qutulib qolasizmi endi? Xullas, hammasi tugadi. Sevara, Nuqta qo'yamiz hammasiga. Voy. Nimalar bo'lyapti o'zi, tinchlikmi? Doniyor? Kelin, qayoqqa? Uyimga ketaman. Voy, nimaga? Nimaga? Qizim, bilaman. Hozir hammamiz shoshib qoldik. Siz bularni qo'ying, kelin. Yaxshisi hammamiz gaplashib olaylik. Oyijon, qanchalik tahqirlanganimni bilasizmi? Doniyor aka menga xiyonat qildilar. axir u paytda senga uylanmagandim. Bo'ydoq edim. Sen jim bo'l. O'chir chakagingni. Sen bola o'zi nima ishlar qilib yuribsan? Erkakchilikda bo'lganda Mana shu tilingni bu yoqqa sug'urib